Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun biz mamlakatimiz iqtisodiy hayotida muhim o'rin tutadigan yangi bir hujjat, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining korporativ munosabatlarni tartibga solishni yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori haqida suhbatlashamiz. Studiyamiz mehmoni tajribali advokat Mehriddin aka. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, Oxnabono. Taklif uchun rahmat. Darhaqiqat ushbu qaror tadbirkorlar, ayniqsa mas'uliyati cheklangan jamiyat ishtirokchilari uchun juda katta qulayliklar yaratmoqda. Mehriddin aka, keling suhbatimizni eng asosiy yangilikdan boshlasak. Qarorda jamiyat ishtirokchilari tarkibiga kirish yoki chiqish jarayoni soddalashgani aytilgan. Bu amalda qanday ishlaydi? Juda o'rinli savol. Ilgari bu jarayon ancha murakkab va vaqt talab qiladigan tartiblardan iborat edi. Endilikda yangi qarorga ko'ra, ishtirokchi tarkibi o'zgarganligi faktining kuchga kirish mexanizmi aniq belgilandi. Masalan, sud qarori qonuniy kuchga kirgan kundan yoki meros huquqi to'g'risidagi guvohnoma jamiyatga taqdim etilgan paytdan boshlab, shaxs rasman ishtirokchi hisoblanadi. Shuningdek, agar ulush auksion orqali sotib olinsa, to'lov to'liq amalga oshirilgan kundan boshlab huquqiy kuchga kiradi. Demak, ortiqcha byurokratiya kamayadi, lekin jamiyat ma'lumotlarini davlat reyestrida o'zgartirishni kechiktirsa-chi, bunda ishtirokchining huquqlari qanday himoya qilinadi? Bu borada ham qarorda juda muhim kafolat bor. Jamiyat 30 kun ichida o'zgarishlarni reyestrga kiritishi shart. Agar jamiyat buni amalga oshirmasa, manfaatdor shaxs, ya'ni yangi ishtirokchi, ro'yxatdan o'tkazuvchi organga mustaqil murojaat qilishi mumkin. Eng muhimi, ro'yxatdan o'tkazuvchi organ bu murojaatni rad etishga haqli emas. Yana bir quvonarli holat, jamiyatning soliq qarzdorligi borligi ishtirokchi tarkibini o'zgartirishni rad etish uchun asos bo'la olmaydi. Bu haqiqatdan ham tadbirkorlar uchun katta yangilik ekan. Mehriddin aka, qarorda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish haqida ham bandlar bor. Uluslarni himoya qilish bo'yicha qanday choralar ko'rilmoqda? To'g'ri. 2026-yil 1-martgacha yagona avtomatlashtirilgan tizim yaratiladi. Endi ishtirokchilar o'zlariga tegishli ulushlarni begonalashtirishga, ya'ni sotishga o'z ixtiyorlari bilan taqiq qo'yish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu ulushlarni noqonuniy ravishda boshqa shaxslarga o'tib ketishining oldini oladi. Shuningdek, imtiyozli huquqlardan foydalanish yoki ularni rad etish kabi jarayonlar to'liq elektron shaklga o'tkaziladi. Ma'lumotlar uchun rahmat. Yana bir qiziqarli nuqta, korporativ etika bo'yicha komissiya tashkil etilishi ekan. Bu komissiyaning vazifasi nimadan iborat? Bu komissiya 2025-yil 1-noyabrdan Savdo-sanoat palatasi huzurida ish boshlaydi. Uning asosiy maqsadi korporativ nizolarni sudgacha hal qilishga ko'maklashishdir. Ular xo'jalik jamiyatlariga etika kodekslarini ishlab chiqishda metodik yordam beradi va nizoli vaziyatlarda amaliy tavsiyalar berib boradi. Bu sudlardagi yuklamani kamaytirishga va tadbirkorlar o'rtasidagi madaniyatni yuksaltirishga xizmat qiladi. Mehriddin aka, batafsil tushuntirishlaringiz uchun rahmat. O'ylaymanki, ushbu qaror korporativ boshqaruvni yangi bosqichga olib chiqadi. Men ham shunga ishonaman. E'tiboringiz uchun rahmat.